Poytaxtimizda Markaziy Osiyoning eng yirik sport tadbirlaridan biri 7-chi Toshkent xalqaro marafoni oldidan matbuot anjumani tashkil etildi. Hozir shu haqda. O'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lumot berilishicha, 7-chi Toshkent xalqaro marafoniga asosiy start joriy yil 13-aprel etib belgilangan. Bunda ishtirokchilar 42 kilometrlik klassik marafon, 21 kilometrlik yarim marafon va 10 kilometrlik masofaga yugurish musobaqalarida o'z kuchlarini sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Joriy yilda yo'nalishlar Yangi O'zbekiston bog'iga tutash yo'llar bo'ylab tashkil etiladi. Asosiy yugurish musobaqasi 12-aprel kuni Magic City bog'ida an'anaviy Kids Run bolalar yugurish musobaqasi, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun inklyuziv yugurish va 3 kilometrlik masofaga yugurish musobaqasi shuningdek shimoliy yurish bo'yicha o'tkaziladi. Barcha tadbirlar ertalab soat 8:00 da boshlanadi. Bu bizning 7-chi marafonimizda shu katta tadbirlarimizdan bittasi. Ya'ni hozir o'zinglar ham eshitdinglar, bu 1,5 minutda deb aytilgani bilan sportchilar soni vaholanki boshqa sportchilar qo'shiladi. Men o'ylayman soni oshadi bu sportchilarni. Bu bo'yicha biz juda ham katta ishlar qilyapmiz. Hozir juda ham katta qaror loyihalari, chora-tadbirlar barchasini qilinmoqda va albatta yaqin kunlarda yangi loyihalar chiqadi va biz shu ommaviylikni oshirish bo'yicha nafaqat Toshkent shahar, balki viloyatlarda ham bu narsa oshadi. Ya'ni hozir kalendar rejada 10 dan oshiq marafon bo'lsa, 30 dan oshuv sport turlari bo'yicha bo'lyapti. Ya'ni bu savollar bo'ldi, Qoraqalpog'istonda bo'ladimi? Albatta Qoraqalpog'iston Respublikasida marafon bo'ladi. Ya'ni o'sha og'ir hududlarida ham bo'ladi va o'tga xorijiy sportchilarni jalb qilish ham kutilmoqda. 7-chi Toshkent xalqaro marafonining mukofot jamg'armasi 639 million so'mni tashkil etadi. Bunga qo'shimcha ravishda erkaklar va ayollar o'rtasida marafon masofasida O'zbekiston milliy rekordini o'rnatganlarga 15 million so'm, yarim marafon masofasida esa 10 million so'm ajratiladi. Marafonda barcha xohlovchilar, fuqaroligidan qat'iy nazar professional sportchilar ham, havaskorlar ham ishtirok etishlari mumkin. 2025-yilda o'tkazilishi rejalashtirilayotgan marafonlarimizni boshqa yildagilardan farqi nogironligi bo'lgan shaxslarni ommaviy sportga jalb etish. Sababi shu kunga qadar barcha marafonlarimizda nogironligi bo'lgan shaxslar ishtiroki ta'minlanmagan. Bu yildan boshlab turib biz barcha o'tkaziladigan yugurish bo'yicha marafonlarga nogironligi bo'lgan shaxslarni to'liq ishtirokini ta'minlashni rejalashtirganmiz. Demak, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun alohida shart-sharoitlar ishlab chiqarilyapti. Ularni ishtiroki, tibbiy ko'rikdan o'tishi va undan tashqari, demak, alohida nominatsiyalarimizni ham belgilaganimiz. Bu, demak, yugurish marafonlarimizni ham inklyuzivligini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlarimizning bir qismi desak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish esa perfent.com va yugur.uz platformalarida boshlandi. Ro'yxatdan o'tish muddati 2025-yil 2-aprelda yakunlanadi.